bu Nicat qerindishimizmi ba'zinimida men ko'rganimda biroz ishib ketib qoldi. Dozini qochirdi deydi hamda turklarda shundaq bir nimalar bo'ldi. Ba'zi inson balki insonlarga texi qo'lida balki paket yo'q hujum qilgan yerlar bo'ldi. Uningdan keyinsa o'zi xalqaro munosabatlarni o'qigan bir qerindishimiz. Shuning hatto biz uningga ba'zida uningdan maslahat so'raydigan qerindishimiz. Qo'popsa bu hamda bular Dünya Uyg'ur Qurultiyi Sharq Turkiston ismini ishlatmadi. Bu Sharq Turkiston masalasini o'ttirib qo'ymadi yozgan dokladlarida shunda Sharq Turkiston o'rniga Uyg'ur rayoni dedi. Uyg'ur rayonini bular shunda qiliplashtirgan bir nimaga aylantiryapti deb buni dedi. Bu da'vo har qanchalik yuksalgan siri siz eng yuqori nimalarga chiqqan siri bu da'voning qanchalik murakkab bo'lganligini, qanchalik qiyin bo'lganligini shu chog'da anglaysiz. Ham sirtda o'zi biladi turgan nima Nicat qerindishimiz bu. Sirtda namoyish qilganlar, namoyish qilish, shuar to'lash bu nimalar oson. Davlat nimalari bilan bir araga kelgan chog'da, davlat koridorlariga kirgan chog'da, davlat rahbarlari bilan arboblari bilan bir ustalda o'ltirgan chog'da bu yerda qiyin ahvolda qolasiz mushu masalalarda. Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga sungan dokladimizda Sharq Turkiston deb olatdi deydi. Sharq Turkiston olgan chog'da dokladimizni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga ivatilgan dokladlarni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti o'zining web sitesidan chiqaribdi. Sharq Turkiston nimasini bu yerga qo'ysanglar bu dokladni bu yerga qo'yolmaymiz deb. Bizning maqsadimiz Uyg'urlarning ahvolini dunyoga anlatishdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga elib kirishdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga elib kirganligimiz uchun nayt usti bir strategiya bilan bu hozir Uyg'ur masalasi o'zlarini e'tirof qilib Uyg'ur masalasi xalqarolashdi. Xalqarolashishda bu Dünya Uyg'ur Qurultiyining roli bu davoni nereden nega olib kelganligini bayam bir suhbatim dedim. O bayam kedimide bu Türklerde bir gap var. Yiğiti öldür ama hakkını ver deydi. Bu degen gap bir kahramanını öldürmezsen mi öldürvet, lekin onun kılgan işlerini itiraf kıl deydi. Şuna okşaşan Dünya Uygur Qurultiyinin neçə yıldan beri birli işlep kelgen, hizmetlerini takdirligen Dünya Uygur Qurultiyini muşundak nimedilla kopapsa bunun bütün kılgan işlerini inkar kılıp, bütün kılgan işlerini vatan milletimizge ziyanlık bir şekilde işbadlaş, köstüş bu yaxşı bir hareket emas deb qarayman. Shuningga deganimdek ba'zi yerlarda biz shu nima ishlatmaslik uchun ular bizga majburlab tinib turib olsa Şinjan Uyghur Abdunum rayonu deysizlar, mushunda demisanglar biz mani qabul qilmaymiz, dokladinglarni yoki arzinglarni qabul qilmaymiz desa, hech bo'lmasa biz deymiz endi Şinjan demayli, Uyg'ur eli deyli, Uyg'ur rayoni deyli deganimizda, texi buni nihoyat ular bilan kurash qilib turib, ular bilan nihoyat uzun mujodaladan keyin buni qabul qildigan yerlarimiz bor. Mesela deyli hazır bir dünyada mecburi emgek koalisyonu var. Bunun da 200'den oşuk nime var? Teşkilat var. Resmi teşkilatlar var. Devletki münasebetlik teşkilatlar var. Muşuna biz başta nime kalan çekimizde hatta muşular Şinjan Uygur Abdunum rayonunda yazımız bu nimege, bu koalisyonun ki bütün bayanatlarını muşunda ilan kılımız dedi. Şunun karşı durup, şununla takallışıp durup, nurgun münaziralardan keyin ekilip ondakin ahire hiç bulmasa başta deysizlar Sharq Turkiston deb muşnunga qabul qildik. Andikin qolgan nimalarda Şinjan Uygur Abdunum rayoni deb olmaydi bular. Bular Uygur rayoni deb oladi. Hiç bo'lmasa Şinjan deganni u yerdan o'chagizdik masalanda. Bu nima nurgun ishlardan keyin, nurgun tirishchanliklardan keyin qo'lga keladi. Biz Sharq Turkiston masalasi yo'qolib ketgani yo'q. Uyg'ur kimligi ostida biz Sharq Turkiston masalasini xalqaralashtirdik.
Şunun için